What the fuck? Buncha issiq bu yoq, Xudoga shukr 77-qishlog'imga ham kelib oldim. Mazza qilib soat necha bo'pti? Ertalab apetga 1 bo'pti kamiga. Endi obunachilar. Yo, barcha salomatchilar, короче, sizlar bilan o'shalar Minecraft obunachilar. Yo, obunachilar, like bosib obuna bo'lgansiz. Okey, короче, men o'zim eski uyimga salom jitil. Nima gap, Rafiq, keldikmi? 1 yil deganda keldikmi? Dedi, 1 yil deganda keldim, o'zi kelaman deb yurdim. Mamti nima bu? Hozir mer bilan ham salomlashdik. Yo, salom janob mer. Nima gap, sen keldikmi? Sen kimsan? Demak, mer o'zgaribdi, to'g'rimi? Mer o'zgardi. Mayli, sizlar meni tanimaysiz. Hozir mana jonajon uyim. Lekin o'tda kimdir anani ko'ryapti. Chiqing. Assalomu kim bor? Rata. Siz bo'tdi. Noqos. Bu yer meni uyim, короче. Nima? Bu meni uyim-ku. Bu uyni menga sotdi. Nima deysiz? Bu uyni menga sotdi, короче. Undama uyim ichidagi telefonlarimni olsam maylimi? Yo'q, короче, bu uydagi hamma narsani короче, surga olib tashlab, hamma narsani o'zim qo'ydim. Nima? Voy, meni telefonlarim ichida qancha zapallarim bor. Rahmat, короче, bo'pti, sog' bo'ling. Bo'pti. Bo'pti, sog' bo'ling. What the fuck? Obunachilar, endi nima bo'ladi? Hozir men yer oldiga kirib chiqay. Salom janob mer. Men sizni короче tanidim. Siz короче ana u ko'zlik salondagi katta uyda yashaysiz, to'g'rimi? Da. Sizlarga otagaz Rafiqsi. Da shunaqa. Bilasiz, o'yinchilarga короче uyi 1 yildagi srok o'tadi. Va jitelyoki o'yinchiga boshqaga sot yuboriladi. Shuning uchun 1 yildan kech olish kerak emas edi. Da. Prank. Keto'rak bo'ldi. Xo'p. Mayli, prank ekan nima? Men anu merlaring prank yermilar? Bitta anu merlaring prank yermi? Da, shunaqa. Aloba, seni o'g'liga короче o'lib qoldimi? Da, shunaqa bo'ldi. Bizga shunaqa qilib turadi bir. Hozir kirib qarasang, boshqa kiyimni tirilib qo'ygan. Men ketdim. Qani rostdan shunaqamga? Yo, shunaqa ekan rostdan ham. Men короче, men boshqa uy kerak menga. Da, mana bu do'g'lik tepasida qarasangiz bitta jetel bor. O'shanlar короче uy sotib olasiz. Xo'p. Oh my god, zo'r joy qilishdi ko'zligi. Assalomu alaykum. Короче, menga uy kerak edi. Voyla, короче, bitta uy bor. Qancha? Ana u G'arblar rayonidagi bitta buzilayotgan uy bor, короче. Chinnamisiz? Hazazlashdi, короче, o'sha G'arblar rayonidagi bitta chap qo'lni qarasangiz, bitta ko'zlitsa bor. O'sha yer sizga. Bitta poliza ham bor, eslashdi. Xo'p, nechta zurut berasiz? Mana 2 sak beraman. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hozir men hisob kesam maylimi? Da, hisob ketavering. Bo'pti, короче, sog' bo'ling. Kelib turing, uy kerak bo'lsa.
Okey. Endi menga anu kerak. Men bu qishloqni oldin bilganim uchun instrumentlar qayerda borligini bilaman. Sorg'um qarchi va instrument kerak. Короче, mana bu sandiqni och. Okey. Hozir men sizga anu beraman. Mana sizga короче полный temirli instrument olaman. Bo'ldi, ketib ortib qoladi menimcha. Sizga qo'ygan-da, короче. Rahmat, aytdingiz jigarim. O'sha shunaqa ekan jigar. Mana bu G'arblar rayoni. Chap qo'l kuznichi. Shuni berdimi menga? What the fuck? Men axir boy o'yinchi bo'lsam. Voy, endi mayli, nima deymiz obunachilar. Endi bu yerni aniq qilishimiz kerak. Rekonstruksiya qilishimiz kerak, короче, birinchi bo'lib mana shu narsalarni olib olamiz. Okey, такой себе bo'pti menimcha. Hozir bu uy hech qanaqa jitilga tegishli emasmikan deb o'ylayapman, если что. Nima desam bo'ladi? Chunki agar kimgadir tegishli bo'lsa, ketdi deb obunachilar. Hayot go'zal, hayotlar deb ketamiz-da, короче. Mayli, если что, kimiki bo'lsa ham chiqib haydaveramiz, короче. Nima desam bo'ladi? Bo'ldi, endi hatto nur daraxt chopib kelsam, zo'rib ketadi. Mana bu yerda daraxt bor ekan. Ana bu yerdan o'tsam, o'zi bu yerni qishloqni oldida daraxtlar kamroq ekan. Daraxt chopsa bo'larmikan deb o'ylayapman. Balkim chopsa bo'lmas, balkim bo'lar. Yana bilmayman, menga qiziq emas. Lekin ana buni qo'yib olib, chopib olamiz. Indashmasa kerak menimcha. Okey, короче, chiqib olamiz. U yerda qo'y ham turibdi, если что. Men mana shu uylardan bittasini olaman. Yoki qaysi polizol yoki buni. Menga katta polizol yoqmaydi, balkim shuni olarman. Mayli, короче. Hozir menga tosh ham kerak edi. Okey. Infinix telefonim bor. O'zinglar ham bilsanglar kerak obunachilar. Mana buni olamiz. Hozir buni oxirida qo'yib olamiz. Okey, ana bu yerga va menimcha bo'ldi. Ana bo'ldi. Endi tosh. Jitil, mana uyimdan chiqib ket. Jilli bo'lib qolsa. Ana senga unda. Mayli. Bu qayerda o'lib bo'lib gapiryapti. Xo'yav, deyman, obunachilar hazillashaman. Men jigarlarim oldi so'kmayman. Короче, ana buni ozgina tosh olamiz. Siz qayerdan bilasiz bu qishloqni desanglar, obunachilar, короче, esinglar, men mana qishloqda 1 yil oldin video olib yurar edim, obunachilar. Esinglarda bo'lsa, kommentariyada yozib yuboringlar. Короче, bo'ldi menimcha. Obunachilar, hozir короче. Если что, agar ana uy kimgadir tegishli bo'lsa, menga o'zinglar cho'v oldinglar. Mana G'arblar rayoni. Men shunda G'arbmanmi hozir? Kimdir meni G'arb desa, shatani yorib tashlayman lekin. Jinniman-da. O'zi nima bu yoqqa ko'chdim? O'zi pulim ham kam edi-da hozir. Shuning uchun menimcha. Okey, kafedra anu kerak menga. Keyin pochta qutisi kerak. Pochta anu qilmaslik uchun. Verstak bitta. Ana bu yerga qo'yamiz. Va ikkita anu yasab olamiz. Okey. Oyoqqa va tosh kerak. Va menga buni qayerga qo'yamiz?
mana shu yerga qo'yishimiz kerak. Va bo'ldi menimcha. Okey, короче, menimcha normalniy. Hamda juda ko'p fakel bo'lib ketibdi. Okey, yozaman buni. Assalomu alaykum. Nima gap? Yaxshimisiz? Siz kimsiz? Men короче, любителman. Nima keldingsan bu yoqqa? Bu meni uyim, ko'rmayapsanmi? Basharammi? Xuluqligilar. Ko'rib turibman. Shuning uchun mana bu. Yo'q. Shuning uchun men короче bu remont bo'layotganini ko'rib kelaverdim. Endi sen bilan birga yashaymiz. Sen jinni bo'lib qolsan, yurgansan janob mer oldilariga. Yurur, menga farqi yo'q. Bo'ldi, ko'rasan. Baxtga tez. Yo'q, janob mer. Nima gap, Rafiya? Pastga tush. Mana nubjitni qarang. Mani uyimni o'ziniki deyapti. Bu bo'liki o'zi uy. Siz jinniroq bo'lib qolmaganmisiz? Mana shu nubbim uyini menga berdingizmi? Da. Endi birga yashaysanlar. Mayli, yur chiqaling. Lekin men seni sog' qo'ymayman. Nimaga meni qo'rqitasan? Pashol bo'qob. Mana bu kravatli, mana bu kravat senga. Xo'p. Mana bunisi esa menga. Короче, hozir. Sen qiz bo'lamassan-ku. Bilaman, men qiz bo'lamasman. What the fuck? Endi men sen bilan birga yotamanmi? Da. Sen bilan birga yotasan. Mayli, lekin seni keyingi safar qurtaman bu yerda. Lekin urasan. Mayli. Lekin meni narsalarimga tegmaysan, aytib qo'y. Mayli, men seni sandig'ingni ham ochmayman, если что. Okey, bo'ldi. Shunaqa aqlli bola bo'lib yursang, men senga hech nima olib beraman. Hozir men короче, unga borib kelaman. Mer oldilariga. Mayli. Sen bu yoqqa hech qanday jitil kirgizmay turgan. Xo'p, tak qo'y sebe. Okey, короче. Yo, janob mer, assalomu alaykum. Nima gap? Короче, men polish kerak. O'sha, короче, uylar oldidagi ikkitalik polisi ko'rdingmi? O'sha senga. Mendan qancha? Sendan 16ta. Bo'pti, sog' bo'ling. Mayli, короче, mama keldim. Nima qilib kelding? Men короче o'zimga polis olib keldim. Mayli, menga ham pulingni ozgina ber. Nima qil? короче, baxtlagan. Nima? короче, nima gap? Tinch. Mana bundoq qo'yamiz. Mana ham bundoq qo'yib olsam. Bularni короче, pulni o'zim bilan olmasam, buni olib qo'yishim mumkin. Yo'q, bunachilar hammaga xayr, men bu nubishitlar bilan qolishga majburman endi.